Video qilib o'z mahsulotlarimizni reklama qilishdan to'xtamaymiz. Chunki baribir rezultati bo'ladi. Mana bitta bugungi dastavkamiz Farg'ona shahriga Gentra rulli kolonkani yumshatilgan esanlilari moshina qilib qo'yilganini dastavka qilib chiqarib olyapmiz. Ustakalarimizga chiroyli qilib, xudo xolasa ishlarimizdan foyda qilishadi. Sizlarga ham kerak bo'lsa, biz aloqadamiz. Usta hamkasb do'stlarimiz Cobalt rulli kolonkasini yechib kelishgan sababi tirqilayapti rol tagidan konditsioner yoqqanda yoki mashinalar qizigan paytda deyishdi. Xullas yechib kelishdi, bizda tayyori bor. Buni plus tomoni rollari yumshatilgan, havo vtulkalari joy-joyida qilingan. Konditsioner yoqadimi, yoqmaydimi farqi yo'q. Tirqilamaydigan qilib yig'ib qo'yganmiz. Mabodo sizlarga ham shunaqangi rulli kolonkalar tayyor kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Zamin asosida 450 ming so'mga hozir alishtirib, o'zini eskisini olib qolyapmiz. 450 ming so'm olib, bu tayyorini berib olyapmiz. Xuddi shunaqa qilib sizlar ham foyda qilishlaringiz mumkin. Kelaverasizlar. Usta hamkasblarimiz, ya'ni eng yaxshi ko'rgan ustalarimdan Elmurod akam. Xo'p, Gentra rulli kolonkasini olib kelishgan. Zamin asosida biz buni yechib, sharnirlarni mana o'zimizda tayyor qilib, rollar yumshatib qo'yilganiga alishtirib beramiz. Hop, sharnir nakanashlarini bunga qatiramiz. Bu eskisini o'zimiz olib qolib, buni yana tayyorlab qo'yamiz, xudo xolasa. Ustakamizning ishlari osongina, tezgina bitadi. Sizlarga ham mabodo shunaqangi rulloylar kerak bo'lsa, bemalol kelib zamin asosida almashtirib ketishlaringiz mumkin. Yana bitta navbatda Cobaltimiz, buni ham muammosi har doimgidek konditsioner yoqdim deyaptimi aka? Faqat konditsioner yoqqanda mahallaga kirsa roldan tirqilagan ovoz chiqadi. Kim shuni aybini bilardi, post qo'ydim. Hech kim yozmadi, bilmadi shekilli. Asli konditsioner boshqa joyda, rulloy boshqa joyda. Men o'zim ham bilmadim, lekin remontini cho'pga qilib beramiz. Tayyorini ustalarga berib, zaminga olib qo'ygan rulloylarimizni mana shunaqa toza holatga olib kelib, sanlarni cho'tkilab o'qib beramiz. Bu yoqda ikkinchisi, yana bu yoqda Cobaltni bo'sh vaqtdan foydalanib, hammasini tayyorlab, ustalar kelsa yana zaminaga almashtirib beramiz.